Mana qizlarjonlar, bizga ayolimiz keldilar. Gemoglobinlari 80 gemoglobin. Qarang, qanaqa bolamiz chiroyli, ko'ryapsizlarmi? Gemoglobinimizni 80 bo'lishi bu bola uchun ham, ona uchun ham yaxshi emas. O'sha 33 haftalik bo'lgan. Bunday holatda bizada tug'ruq vaqti qon ko'p ketib qoladi. Normada gemoglobin 120 bo'lishi kerak. Hatto 115 dan tushmaslikkacha e'tiborli bo'lishlaring kerak. Har oyda bir marta topshirib turishlaring kerak. Dori preparatlari bilan birga ovqatlanish qoidalariga ham go'sht, tovuq, tuxum, baliq, oqsilli produktlarni ko'proq yeb turishlaring kerak bo'ladi. Bu обязательный konsultatsiya gematologga ko'rigi kerak bo'ladi. Agar qon kamaysa, tug'ruq vaqtida qon yo'qotishlar ko'payadi, chunki qon sifat jihatdan ham, miqdor jihatdan ham kamayadi. O'shaning uchun qizlar o'zimizning sog'lig'imizga o'zimiz e'tiborli bo'laylik. Har bitta narsani, elementar narsaga e'tibor bilan qaraylik.